Men 8-sinf o'quvchisi Sattor Mahmuzonoy bir haftada bir kitob o'qish aksiyasida qatnashib, bir hafta mobaynida Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asarini o'qib tugadim. Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asari 1976-yili yozib bitkazilgan bo'lib, ayni bu kitob Tog'ay Murodni mashhurlik tomon yetaklagan kitoblardan biri. Bu asarda bosh qahramon yo'ldonroq bo'lib, u haqiqiy er-yigit qanday bo'lishi, vijdon, mardlik tuyg'ularini ko'rsatib beradi. Va shuningdek, Tog'ay Murodning o'ziga xos bo'lgan, ya'ni bu asarda, bu kichkinagina asarda Tog'ay Murod o'ziga xos bo'lgan milliyligimizga mos milliy urf-odatlar, an'analar, iboralardan foydalanib yozib tugatgan. Mana shu asarda o'qib tugatgan bo'lsangiz, o'qiganlarga maslahat beraman. Ular shu polvonlar o'zini or-nomusi uchun kurashni ma'qul ko'rishadi. Endi Nasim polvonni gapiradigan bo'lsam, bu Nasim polvon rolini ijro etganlar do'stiga xiyonat qiluvchi, sotqin va birovni sevgisini toptash tuyg'ularini ko'rib turamiz. Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asari an'analar va o'zimizning milliy odatlardan foydalanib, ularga hurmat va shuningdek bu asardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu asardan endi do'stiga xiyonat qilmaslik, sotmaslik va birovning sevgisini toptamaslik va do'st tanlashda hech qachon adashmasligimiz lozim.